$100,000 taklif qildi. Hamma narsani sotishga tayyorligimni oilam bilib, ajralamman siz bilan. Men o'sha ham ko'zimga ko'rinmay qoldi. Hatto oilam ham o'sha hujjatlarni rasmiylashtirish, o'sha siz kartangizga o'tkazib beraman. Keyin bankdan kredit oldim yuqori foizli. Ovoz bering degan xabar keldi. 2-3 kundan keyin qarasam, Telegram messenjerimga kirolmay qoldim. Yilning eng yaxshi onasi degan tanlov o'tkazayotgan ekan, o'shanda ishtirok etayotgan ekansiz. Havolasi bor ekan uni. Biz ham o'sha havolaga bosdik. Mani Telegramni demak o'sha zlom qilishdi. Qizimning bog'cha pasidan o'sha kelgan xabar rus tilida yozilgan edi. Qo'yga borishgan, men menga rus tilida yozyapti, nega sansirab yozyapti bu menga deb. Bir-ikki trading platformalari chiqdi. Vaqt o'tgandan keyin, ayrim bir muddat o'tgandan keyin ular aloqaga chiqish boshladi. Rus millatiga mansub shaxslar shu chiqishni boshladi. Pasport ma'lumotlarimni so'rashdi, karta ma'lumotlarimni so'rashdi va birinchi to'lovni amalga oshirishimni ham so'rashdi. Telegramga rasm kelib qoldi. Menga to'xtovsiz qo'ng'iroqlar kelishni boshladi. Bolam, sen mendan pul so'radingmi? Shu kerakmi deb so'rashni boshladilar. 6 million so'm pul so'rading deb. Shundan keyin men sразу yana Telegramga kirishga harakat qilib ko'rdim. Meni nomimdan pul so'rab, har xil vaziyatlarni keltirib. Bugungi kunda axborot texnologiyalari juda tez rivojlanmoqda. Bu albatta ijobiy holat, lekin har qanday texnologiyaning rivojlanishi undan qanday foydalanishga bog'liq. Misol uchun mening qo'shnim Nodir doim internetdan universitetga, imtihonlarga tayyorlanish hamda grafik dizaynni o'rganish uchun foydalanadi. Bu bilim olish va rivojlanish uchun ideal vosita. Biroq ba'zi odamlar bu yo'ldan borish o'rniga oson pul topish ilinjida firibgarlikni tanlaydi. Ayniqsa ular oddiy fuqarolarni, xususan yoshi katta va hayotiy tajribasi yetarli bo'lmagan yoshlarni nishonga olishadi. Bu firibgarlar odamlarni aldab, ularni bank kartalaridan mablag'larni o'g'irlashmoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz maqsadi shundaki, O'zbekiston aholisini firibgarlardan va kiberjinoyatchilardan ogohlantirishdir. Kiberjinoyatchilar hamda firibgarlar xavfi tobora ortib bormoqda va har birimiz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bugungi suhbatlashadigan insonimiz u firibgarlar tomonidan aldangan va bu tajribasi bilan bo'lishmoqchi. Bizga qanday qilib jinoyatchilar bilan to'qnash kelganini va ularga qanday qilib aldanib qolganini aytadi. Bu uning uchun og'ir va saboq bo'lgan tajribadir. Menga birinchi marta Telegramdan video vizitda chiqishdi. Bir ayol kishi $100,000 haqida sizga meros qilib qoldiramiz. Siz musulmon davlatdan ekansiz, siz tanlab olindingiz. O'sha turmush o'rtog'i olamdan o'tgani, u ham hozir holati og'ir ekanligini doktorlar, shifokorlar vaziyati og'irligi, yana 2-3 kun umri qolganligini aytib, $100,000 taklif qildi. Yaxshigina mablag' hisoblanadi. O'sha summaga qiziqib, men u bilan suhbatga kirishdim. Avvaliga $2,000, keyin $5,000 tashlab berishligi. Men so'radimki, bu pul nimaga kerak? Bu pul o'sha hujjatlarni rasmiylashtirish, o'sha u shunaqa jarayonda ediki, to'shakda, ya'ni o'sha koykada og'ir ahvolni ko'rsatgan holda menga alik qildiki, men joyimdan tura olmayman, hamma hujjat rasmiylashtirish shu kasalxonada bo'ladi, o'shaning uchun mablag' kerak. U pul bankda turibdi, bizga o'tkazib bergan mablag'laringiz xullas hujjatlashtirish uchun kerak degan narsani aytib, avvaliga $2,000, keyin $8,000 o'tkazdi. O'sha jarayonda men shubha gumonim uyg'ondi. Lekin $100,000 yaxshigina pulligi uchun qiziqib men tashlab berdim pulni. Meni shubhalanganimni bildimi yoki boshqa fikr bo'ldimi? Keyingi martasiga yana 5,000 dan 2 marta pul tashlab bersangiz, 100,000 ni siz kartangizga o'tkazib beraman degan taklif bilan yana chiqdi. Men keyin to'g'risi o'sha 100,000 pulim bo'lsa, juda ko'p ishlarimni bitkazib olaman degan maqsadda kerak bo'lsa mollarimni, qo'ylarimni xullas sotishga nima imkoniyat bo'lsa, hatto ba'zi o'rtoqlarimdan qarz ham oldimki,
o'sha $100,000 qo'lga kiritish uchun. Keyingi 2 marta $5,000 ham pulni tashlab berdim. Va oxir-oqibat $20,000 o'sha firibgarga o'g'irlatganligimni bilib qoldim oxirgi. Uni oilam bilib qolib, uyda ozroq mojaro ham chiqdi. Hattoki shu darajagacha bordiki, shu $100,000 qo'lga kiritishim uchun hamma narsani sotishga tayyorligimni oilam bilib, ajralaman siz bilan. Men o'sha ham ko'zimga ko'rinmay qoldi. Hatto oilam ham ko'zimga ko'rinmay qoldi. Menda aldanganimni bilganimdan keyin shunaqa his-tuyg'u bo'ldiki, ko'zimga dunyo tor bo'lganday bo'ldi. Sababi $20,000 o'zi bo'lmadi. Sababi avvaliga mol holimni sotdim, keyin bankdan kredit oldim yuqori foizlik. Bu $20,000 ham men uchun katta pul edi. Aldanganimdan keyin xullas dunyo ko'zimga tor ko'rinib, hatto uydan chiqmaydigan ahvolga tushib qoldim. Ushbu tajribadan qanday saboq oldingiz va boshqalar uchun nima tavsiyalar qilasiz? Mehnat va yana mehnat evaziga kelgan mablag' u halol bo'ladi, u o'sha oz bo'lsa ham toqat qilgan odamga shirin bo'ladi. Bunaqa firibgarlarni aldovga hech kim tushib qolmasligini xohlayman. Chamasi bir haftalar oldin uyda ish qilib yurganimda telefonimga bir xabar keldi. U ham bo'lsa qizimning bog'cha pasidan xabar keldi. Uni gruppada nima deydi, проголосуйте degan, demak, to есть ovoz bering degan xabar keldi. Demak, men ham o'yladim, shu bog'cha pasti demak qanaqadir bir tanlovga yo nimagadir qatnashayotgan bo'lsa kerak, unga ovoz yetmayotgan bo'lsa kerak, mayli ovoz bera qolaylik deb o'shanga ovoz berib yubordim. Bir 2-3 kundan keyin qarasam, Telegram messenjerimga kira olmay qoldim. Menga xabar berishyapti. Yaqinlarim, ya'ni meni kontaktimdagi odamlar siz bizga havola tashladingiz, gruppa ochibsiz, o'sha gruppada yilning eng yaxshi onasi degan tanlov o'tkazayotgan ekan, o'shanda ishtirok etayotgan ekansiz, havolasi bor ekan uni. Biz ham o'sha havolaga bosdik, undan keyin Telegramimizni ishlata olmay qoldik degan xabarlar keldi. Lekin men unaqa, nima deydi, hech kimga unaqa xabar jo'natganim ham yo'q, hech qanaqa gruppa ochganim ham yo'q edi. Keyin undan keyin qaytib kiraman desam, Telegramni umuman ishlata olmadim. O'shandan keyin bildimki, meni Telegramni demak o'sha zulm qilishdi va uni ishlata olmay qoldim. Eng qizig'i, unda yana meni rasmim ham turuvdi. Hatto bunaqa rasmim meni uskunamda yo'q edi. Qayerdandir rasmni ham olishgan, meni rasmim turibdi, demak, meni yaqinlarim ham o'sha tanlovda ishtirok etayotgan bo'lsa kerak, bu qanaqadir shunga ovoz berish kerak ekan deb, ko'pchiligi o'sha havolaga bosib ovoz berishgan va shuning oqibatida ularning ham telefoni zulm bo'lgan. Qizimning bog'cha pasidan o'sha kelgan xabar rus tilida yozilgan edi. U rus tilida gaplashadigan, nima deydi, opasi o'sha rus tilida gaplashardi. O'shuning uchun ham unga hech qanaqa shubhaga, gumonga borganim yo'q. Lekin meni nomimdan, meni kontaktimdagi odamlarga o'sha xabar jo'natilganida u rus tilida bo'lgan. Vaholanki men rus tilida gaplashmaydigan qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz keyin menga xabar qilib chiqishgan. Nima deydi, ba'zilarida endi rus tilida yozmaydigan odamlarim ham bu shubhaga borishgan. Men bu menga rus tilida yozyapti, nega sansirab yozyapti bu menga deb keyin bilganmanki, что demak meni ham Telegramimni zulm qilishganini, chunki endi men bu xabarlarni ularga jo'natmaganman-da. Har qanaqa yaqinlaridan bo'ladimi, uni rasmi turgan bo'ladimi, qanaqa xabar jo'natishdan oldin birinchi tekshirib ko'rish kerak. Har qanaqa mana jo'natilgan havolalarni bosmaslikni maslahat berardim. Masalan, men ham e'tiborsizlik yuzasidan, uyda ish qilib turganimda, o'sha shoshganimdan endi bog'cha pastdan kelibdi o'sha xabar zarurdir shu menga jo'natibdi, ovoz yetmayotgan bo'lsa kerak deb o'sha havolani bilmay bosib yuborganman. Men bilmagandim bunaqa narsa bo'lishini. Endi bildimki, что o'sha zararli havolalar orqali odamlardan pul ham so'rash holatlari bo'lar ekan. Bundan endi xabar topdim. Bundan xabarim yo'q edi. Bundan keyin endi ogoh bo'lishga va har bir narsani, nima deydi, kelgan xabarni tekshirib, keyingina unga javob qaytarishga harakat qilaman bundan keyin. Shu tradingga qiziqishimga sabab shu har xil
ommaviy axborot vositalaridan bo'lmasa bir sotsiyetlardan ko'rganman. Ya'ni shu pulni qanaqa qilib tezroq ko'paytirish, ko'proq pul topish maqsadida shu Google'da poisk berib ko'rdim, qidirib ko'rdim. Bir-ikki trading platformalari chiqdi. O'sha platformalarga kirgandan keyin o'zimni ma'lumotlarimni qoldirdim, o'zimni telefon raqamimni qoldirdim. Bir necha vaqt o'tgandan keyin, ayrim bir muddat o'tgandan keyin ular aloqaga chiqishni boshladi. Shu aloqaga chiqqandan keyin rus millatiga mansub shaxslar shu chiqishni boshladi. Nima qanaqa boshlashni tushuntirishdi. Ya'ni o'sha platformaga registratsiyadan birinchi o'tish kerak edi. Keyin registratsiyadan o'tgandan keyin mana pasport ma'lumotlarimni so'rashdi. Karta ma'lumotlarimni so'rashdi va birinchi to'lovni amalga oshirishimni ham so'rashdi. Shu aytib o'tishdi. U yoqda ular undan oldin nima qandoq bo'lishini juda chuqur tushuntirdi. Ketma-ket shu telefon qildi, Telegramdan aloqaga chiqdik. Boshida test qilib bir $200 tashladim. Keyin qanaqa ishlash prinsipini ko'rib, pulimizni o'sha platformasida $350 gacha olib chiqdik. Keyin sekin endi ular ham aldab avvaliga $1,500 tashladim yana. Ya'ni o'sha ularning platformasiga kartadan kartaga pul o'tkazdim. Keyin yana ayrim muddatdan keyin yana bir 3000-4000 tashladim. Bu vaqt oralig'ida pulim ko'payib bordi. Ular o'sha mani ishonchimga kirgan holda pulimni ko'paytirib berishdi. Endi ko'rinishidan ko'p ko'rindi, chunki men pul 3-4 ming tikkan bo'lsam, pulim bir 8 minglarga bordi. Endi uni olib chiqib ketaman degan paytimda tizimimiz ishlamay qoldi yoki qanaqadir texnik xatoliklar bo'lyapti deb aldashdi. Shu bilan keyin ozginchadan keyin yana tizim ishlab ketdi. Faqatgina o'sha men endi azartga deydimi, bir kirishib ketganimdan keyin ular so'rashdiki, yana ko'proq pul tiksang, yana ko'proq pul olasan deyishdi. Shundan keyin men o'zimni mashinamni sotib o'sha pulni tikishga qaror qildim. Shu mashinamni sotgandan keyin u pulni shu kartamga o'tkazdim-da, ularni o'sha kartasiga o'tkazib berdim. Shu bilan umumiy o'tkazib bergan o'sha pulni umumiy mablag' summasi deymiz, ammo 16 mingdan oshib ketdi. Shundan keyin o'sha platformada pulimizni bir 27 minggacha olib chiqdi. Nimadir savdolarga, har xil narsalarga tikkan holda. Keyin bu narsani yechib olaman deganimda ular har xil o'sha vajlar keltirib o'sha yana texnik nosozlik yo boshqa narsa deb qilishni boshladi. O'shanda shubha qildimda, bularni sekin tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim o'zim. O'zi haqqoniy ishlayaptimi yo'qmi? O'shanda ma'lum bo'ldiki, o'sha keyin chuqurroq ko'lab, ya'ni o'sha savollar bilan ularni ko'rib tashlagandan keyin ular sekin aloqadan yo'qolishni boshladi. Tizimni ham o'sha
o'sha login akkauntlarim otib yubordi. Ularni o'sha mobil telefonlari, o'sha aloqaga chiqayotgan mobil telefonlari ishlamay qoldi, birdaniga yo'qolib qoldi. Bunaqa har xil platformalarga yoki tez boyib ketish tuyg'usi deymizmi, bu narsaga inson ishonib qolishi kerak emas ekan, hech narsa tez bo'lmas ekan. O'g'limning tug'ilgan kunida tungi klubda o'tirgan edik. Bolalar bilan yig'ilib borib, o'sha yerda bir nechta rasmga tushdik va ertasi kuni yo'lda ketayotgan paytim o'rtog'imga aytgan edim, rasm tashlab qo'y deb. Mashinada ketayotgan paytim Telegramga rasm kelib qoldi. Men uni bee'tibor ochib qaradim, ochilmadi u. Keyin yo'limda davom etdim. E'tibor bermadim. Keyin menga to'xtovsiz qo'ng'iroqlar kelishni boshladi. Unga ham e'tibor bermadim. Yo'lda ketayotganim uchun yo'lda to'xtadim, chekiga oldim, chunki уже yaqin qarindoshlarimdan ham qo'ng'iroqlar kelishni boshladi. Keyin telefonni olsam, xolamlar "Bolam, sen mendan pul so'radingmi? Shu kerakmi?" deb so'rashni boshladilar. Keyin men xabarim yo'q bu narsadan, tushunmadim deyapman. Nimani aytyapsiz? Telegramdan sen yozding-ku, mana shu vaziyatga kerak bo'ldi, baxtsiz hodisa bo'ldi, menga hozir pul kerak bo'lyapti deb 6 million so'm pul so'rading deb aytyaptilar. Men tushunmadim bu narsani. Keyin undan keyin yana amakimlar telefon qilib shunaqa narsa aytyaptilar. Shunaqa ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'ldi. Keyin shundan keyin men sразу yana Telegramga kirishga harakat qilib ko'rdim. Telegramga kira olmadim, otib yuboraverdi. Tushunmadim-da bu narsaga tezroq bir chora topish maqsadida o'rtog'im yoniga bordim. U bilan keyin harakat qilib ko'rdik. Ozgina vaqt ketdi bu narsaga ham. Kirganimizdan keyin Telegramga 2 yoqlamali autentifikatsiya rejimini yoqib qo'ydik. Va kirib qarasam, u yerda har xil tanishlarimga har xil turlicha xabarlar borgan. Meni nomimdan pul so'rab, har xil vaziyatlarni keltirib, vaj qilib shu menga pul kerakligini ularga o'sha tomonlama yondashib pul so'ralganda, masalan, deylik, o'sha xolamga, o'sha xola menga mana shunaqa holat bo'ldi, pul bering deb, amakimga shu amaki deb, o'rtoqlarimga ham. Ular menga skrinshotlarni ko'rsatdi, o'sha xolamlar, amakim, o'rtoqlarim pul ko'chirib berganligi to'g'risida, pul miqdori juda ham katta bo'lmaganligi sababli o'sha где-то bir 12 millioncha pul mablag'ini men o'zim yonimdan ularga qoplab berdim. Keyinchalik shuni bildikki, o'rtog'im bilan qarasak, u men o'sha ochgan, menga kelgan rasm bo'lmagan va u zararli dastur bo'lganligini tushundik. Ishtirokchilar hikoyasi orqali biz firibgarlar va kiberjinoyatchilar qanday usullardan foydalanishini ko'rdik. Asosiysi oddiy ko'ringan xabar yoki qo'ng'iroq ortida qanday xavf yashiringanini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bu voqealar har qanday inson bilan sodir bo'lishi mumkin va aynan shuning uchun biz bunday hollarga diqqat bilan yondashishimiz kerak. Shunday qilib keling, bunday aldovlardan qanday himoyalanishimiz mumkinligi haqida gaplashaylik. Eng avvalo shubhali xabarlarga e'tiborsiz bo'ling va hech qachon o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga oshkor qilmang. Firibgarlar ko'pincha bizni shoshiltiradi. Shunday hollarda har doim tinchlanib, vaziyatni xotirjamlik bilan tahlil qiling. Endi esa siz tomoshabinlar bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganlarning hikoyasi orqali o'rganganingiz nimalar? Shu kabi vaziyatlarga duch kelsangiz qanday harakat qilasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bu videoni ko'rganingizdan so'ng firibgarlar sizni qanday aldashga harakat qilishi mumkinligi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ldingiz deb o'ylaymiz. Do'stlaringizga ham bu videoni ulashing, ehtiyot bo'lishni unutmang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz barchamiz o'z ma'lumotlarimizni himoya qilishimiz lozim. Firibgarlar juda aqlli, ammo ehtiyotkor bo'lsangiz, ularni tuzog'iga tushmaysiz. Axborot texnologiyalarini o'sib borar ekan, xavfsizligimizga yanada katta e'tibor berishimiz kerak. O'zingiz va pullaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.